Assalomu alaykum. Men ismim Mahmadjonov Behruz. 2025-yil University of Liverpoolga magistraturaga kirdim. Yo'nalishim Business Analytics. University of Liverpool tanlaganim sababi bu universitet Russell Group'ga kiradi. Buyuk Britaniyadagi top 20 universitetlari soniga kiradi. Business Analytics yo'nalishi bo'yicha bu universitet juda kuchli hisoblanadi. IELTS 7.5 olganim sababli universitetga imtihonsiz qabul qilindim. Farruh akaga juda katta rahmat aytaman. Ulardan juda minnatdorman, chunki ular menga universitetga kirishga juda katta yordam berdilar va ishimni juda oson qildilar. Xudo xolisa tez orada magistr bosqichini bitirib, Business Analytics yo'nalishida kuchli ekspert bo'lib, Meta yoki shunga o'xshash fintech kompaniyalarga ishga kirish. Assalomu alaykum. Behruz Ahmadjonovning buvlari bo'laman. Bugun biz juda ham quvonchli kun. Nabiram Angliyaga Liverpool universitetiga o'qishga kirdi. Juda ham katta bir sovg'a bo'ldi bu biz uchun. Juda ham xursandmiz. Jamiyatimiz uchun, O'zbekiston uchun, uning taraqqiyoti uchun o'z hissasini qo'shadigan kadr bo'lib kelishiga ishonaman. Men juda ham baxtli onaman, juda ham baxtli buvijonman. Konsalting firmasiga juda ham katta tashakkurimni bildirmoqchiman. Ularning ishlariga rivoj tilayman. Bundan ko'proq yana farzandlarimizni chetlarga olib borib o'qitib kelib vatanimizni taraqqiyotiga hissa qo'shadigan kadrlarni yetishtirishda o'zlarini hissalarini qo'shadilar degan umiddaman. Ularga katta rahmat. Chet elga o'qishga kirish uchun Business Group'ni tavsiya qilaman, chunki ular orqali ichki imtihondan o'tib ham yoki har xil sertifikatlar olib, natijada o'qishga kira olish juda oson bo'ladi.